أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugünkü dersimiz bo'lsa السيد محمد علوي المالكي رحمه الله yazgan القواعد الأساسية في علوم القرآن namlıq bu kitapçımızın El-Vucuh ve Nazair diye geldik. El-Vucuh ve Nazair. Yani Kur'an-ı Kerim'deki usluplar ve Nazair denge okşaşlar diye burada. Bunu denge. Mesela yani Kur'an-ı Kerim'de çoğun cihetleri bilse iki xil kirdi sözler. Biri söz bir, mani bir. Söz bir, mani bir. Muşu sözü üzümü bir, ma'nisi bir bo'lgan so'z bir qancha yer takrorlanib keladi. Yana biri al-vujuh, yani so'z bir, lekin ma'nisi ko'p, yani mushtarak. So'z bir, lafz bir, lekin ma'nisi intayin ko'p. Ba'zidan bir so'zning 20 xil ma'nosi bor so'zlar bor Qur'on Karimda. Tushunarlimi? Mushunda so'zlar bor. Endi shularni bilish kerak. Mufassir shu üzümü bir, sözümü bir, ma'nisi bir bo'lgan so'zlarni, yani mutavati so'zlarni va yüzü bir, ma'nisi ko'p bo'lgan so'zlarni. Qanday so'zlar? Masalan, mushtarak so'zlarni va so'zi ko'p lekin ma'nisi bir bo'lgan so'zlarni bo'lsa, mutaradif so'zlarni. Anladın? Bilish kerak. Buni bilish kerak. Endi bizga bunun için en mühim olan vucuhunu bayan kıldı. El-vucuh yani yüzü söz bir, ma'nisi ko'p bo'lgan so'zlarni bayan qilib deydi ki el-vucuhu jam'u vejhin. Vucuh degan vejhning ko'p shaklidir. Vucuh degan vejhning ko'p shaklidir. Ve huvel lafzul mushtarakul lezi yusta'malu fi iddati ma'an. Degan gap. Bu vejh degan mushtarak bir lafzdir. Mushtarak bir lafzdir. Yani bir qancha ma'noda ishlatiladigan. Lafz deganning bir qancha ma'nosi bor, shu bir qancha ma'noda ishlatiladigan mushtarak lafzlar deydi. Endi shu vajhniki bir qancha ma'nolarda masalan, vajh deb kelsa yuz, insonning yuzi. Yeni bir ma'nosi shu vajhul qavmi deb kelsa sayyidul qavm degan bo'ladi. Sayyidul qavm, yani qavmning bigi, oqsoqili. Shariful qavm degan ma'nosi bor. Masalan, hadaral hafla vujuhul mujtama' deb kirdi. Bu malikaga jamiyatniki cho'nglari, yurt cho'nglari yig'ildi degan ma'no vujuh deb ataydi shuni. Uni kenidan masalan vajhul bayt. Vajhul bayt deb kirdi uyning oldi, amamal bayt degan bo'ladi. Vajhul bayt desa uyning oldi degan bo'ladi. Vajhush shay deb kirdi. Vajhush shay. Nafsus shay degan bo'ladi. Zatush shay. Binasining o'zi. Masalan kullu shay'in halikun illa wajha degan oyatda hamma narsa halok bo'ladi faqat Allohning vajhi halok bo'lmaydi, ya'ni Allohning zoti halok bo'lmaydi. Allohning o'zi halok bo'lmaydi degan ma'nosi. Tushunarlimi? Ya'ni vajhni emas, qalb degan ma'nosi bor. Vajhni qalb. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan la tusawwunna sufufakum aw li yukhalifanna Alloha bayna wujuhikum. Ya'ni sizlar ya sabdinglarni tub-tuz qilasizlar yoki Alloh taolo sizlarning oyoqlarini vujuhakum degan, ya'ni sen qalblaringlarni muxtalif qilib qo'ydi, muxolif qilib qo'ydi degan. Yani namozda sep rus qilib qolmasa, ikki pas qilib orliq qolsa, shu ummatniki orasiga bo'lgunchilik, qalbiga bo'lgunchilik tushib qoladi ekan. Shunda qalb degan ma'no kelgan. Ya'ni vajhush, ya'ni vajhun nahar deb keldi, vajhun nahar. Vajhun nahar deb kelsa, kunduzning avvali degan bo'ladi. Bichani binasining avval tarafini vajh deb ma'no etiladi. Mana bu shunday aytqizim keyin vajh tariq degan ma'nosi bor, tariq. Tariq. Miyadagi shu tariq degan ma'no, yo'l. Ya'ni bir so'zning bir qancha ma'nosi bor degan gap. Bir so'zning bir qancha ma'nosi bor. Ya'ni ma'no, tariq, uslub degan gap. Degan ma'nodan ko'zga demak, sizlarga sanab o'tsak buni ma'noda bo'lmaydi ko'p. Uni keyin lafzul umma. Umma degan lafzga o'xshash. Qur'on Karimda umma deb bir so'z keladi, umma. Masalan, ummat degan gap bir to'p xaloyiq, bir to'p inson degan ma'nosi bor. Ikkinchi ma'nosi umma deb kelsa, uniki millat. Masalan, Qirg'iz millati, Uyg'ur millati, Qozoq millati, O'zbek millati degan tushunarmi? Millat degan ma'nosi bor.
Ummet deganiki. Uni kenidan bir guruh, bir firqa, bir fi'a, masalan, "Valtakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr" deganda, sizlarning ichinglardan yaxshilikqa da'vat qiladigan bir to'p kishilar bo'lsin, bir guruh. Adam bu bir millat degan ma'noda emas bu yerda. Kichikroq, hammasi emas. Bir yurtning ichidagi, bir millatning ichidagi sanoqli odamlar degan ma'noda. Mumkin jil degan ummat deganing jil. Bir davrda yashagan kishilar. Bir millat emas. Masalan 2000 masalan 20-asrda, 21-asrda bir asrda yashagan odamlarga bu unda o'tiradi umma. Masalan, qad khalat min qabliha umam. Onun bir nurg'ulg'an asrda nurg'ulg'an insonlar yashab o'tdi. Bir asrda yashab o'tgan insonga ummat deyiladi. Uning keyinidan bir ummatning butun bir top jamoatning butun go'zal axloqlarini o'zga mujassamlagan bir odamga ummat deyiladi. Bir odamga. Masalan, inna Ibrohima kanat ummatan qanitan lillahi hanifa. Ummatan qanitan dedi Alloh taolo. Ibrohim alayhisolamni yolg'iz bir ummat deb atadi. Shunaqmi? Bunda ma'nosi bor. Uning keyinidan ummat degani in degan vaqt degan ma'nosi bor. Masalan, bu oyatda "Valayn akharna anhumul azaba ila ummatin ma'duda." Biz ularni sanoqli bir chaqqicha vaqtgacha ularni azobni kechiktirsak degan bu ma'nosi. Bu yerda hin vaqt degan ma'nosida. Uning keyinidan ummatning din degan ma'nosi bor. Din. Tariq degan yo'l ma'nosi bor. Masalan, inna wajadna aba'ana ala ummatin degan. Biz ota-onamizni bir ummat topdingini, bir dinni topdik demakchi. Bunda sana o'tsak, yana sizga hozir buning ma'nosi ko'p ma'no chiqdi bundan. Demak, mushunda so'zlarni nima deymiz? Mushtarak deb ataymiz. Shunaqmi? Mushtarak. Qur'oni Karimda bunda so'zlar intayin ko'p. Mushuni bilgan chaqda andan xato ma'no aytmay, ma'no aytgan mufassirlarni xato deb demaymiz. Bunu bilgan chaqda bo'lmasa, biz bir ma'noni o'rganib, andan musannif yeni bir ma'no deysa, xato deb turdi, buni ma'nosi bunda deb, begamchida mufassirni xatoga chiqargan gap chiqadi. Va nazairu kal alfazil mutawati'a. Ya'ni nazair degan nima aytsang, nazair degan kal alfazil mutawati'a. Sizlar ilmiy mantiq o'qiganda ilmiy mantiqni so'zniki ma'niga bo'lgan nisbati degan yerda, so'zning ma'nilariga bo'lgan nisbati degan yerda chiqqan insonda bo'lishi mumkin. So'z degan ya bir lafz bir bo'ladi, ma'ni bir bo'ladi. Yoki lafz bir, ma'ni ko'p bo'ladi, yoki lafz ko'p, ma'ni bir bo'ladi, yoki lafz boshqa, ma'ni boshqa bo'ladi deb turki bo'lgan insonda bo'lsa. Mushun ichidagi lafzning bir, ma'ni bir bo'lganini mutavati deb atagan. Mutavati. Lafz bir, ma'ni bir xil bo'lsa, mutavati. Ba'zida lafz bir, ma'ni bir, lekin ma'nida igizbas farq bo'lsa, ma'nida igizbas farq bo'lsa, buni mushakkik deb atagan. Mushakkik. Masalan, inson desak mutavati. Inson desak, inson degan bashar degan inson. İnsan degan hayvonun natiq. İnson lafz hayvonun natiq degan ma'nosi. O'xshash. Hayvonun natiq degan hammasi o'xshash bir xil. Hammasi bir xil bo'ladi. Hayvonun natiqning ma'nosi hammasi nima bo'ladi? Bir xil. Ammo abyaz dedim. Abyaz desam tomning iqi bilan qog'ozning iqi o'xshamaydi. Qonun oqligi o'xshamaydi. Demak, oq degan gap narsa oq, lekin daliliga o'xshamasa bu nima bo'ladi? Mushakkik. Ya'ni mushakkik. Shunaqmi? Mutavati degan ya'ni hozir ism tegmo adilashtirsak ismi jins. Nazair degan gap ismi jins. Ya'ni ma'nosi bir, yuzi bir, o'zmi bir, ma'nosi bir. So'zlar masalan Qur'on Karimda bir qancha xil tekrar chiqadigan so'zlar bor. Nazair. O'xshash degan gap. Lekin vujuh degani yuzi bir, ma'nosi ko'p mushtaraklar. Shunaqmi? Mushuni bayon qilyapti. Buni ichidagi eng muhim bo'lgan bizga bayon qiladigan vujuhni bayon qilish. Chunki nazairni bayon qilishning nimasi yo'q, hojati yo'q. Chunki ma'nosi bir bo'lsa, yuzi bir bo'lsa, mutavatir bo'lsa, o'xshash degan gap. Shunaqmi? Ammo Qur'on Karimda eng ko'p uchraydigan vujuh, ya'ni mushtarak. Ko'p ma'nilik so'zlar. Va qad ja'ala ba'dhum degan olimlarning ba'zisi zalika Qur'on Karimdagi vujuhni, ya'ni ko'p ma'nilik so'zlarni min anwa'i mu'jizatil Qur'on. Qur'onning mo'jizalarining turlaridan qatoridan qilganlar bor. Haythu kanatil kalimatul wahida tansarifu ila 20 wajhan va akthar va aqal. Masalan, qanday shu darajadagi bir so'z
20 ma'niga yoki 20 dan ko'proq ma'niga yoki 20 dan ozroq ma'niga qaytadi. Bir so'zniki ma'nisi. Vela yujadu zalika fi kalamil bashar. İnsanın kalamida bir so'zning 20 yoki 20 dan ko'proq ma'ni chiqadigan so'z yo'q deb aytadi. Chunki bu min mu'jizat, Qur'on Karimning mo'jizalarining qatoridan deb aytadi. Va hadhihi uyunun min amsilati hada an-naw. Mana mushu va tuvanda bayon qilganimiz mushu turning misallaridan bo'lgan uyun degan ko'zga ko'ringanlari. Uyun degani ko'zga ko'ringanlari. Min zalika ashun qatorida masalan al-huda. Birincisi hidayet. Al-huda ve huve yati ala 17 vejhen. Hidayet degan so'z Qur'on Karimdagi 17 xil ma'niga, 17 xil ma'ni bilan keladi. Vejhni ma'ni deb tushunsangiz da 17 xil ma'ni bilan keladi. Minha uning birinchi ma'nosi masalan as-sabat. Mustahkam turish. Masalan ihdinas siratal mustaqim. Ma'nosi sabbitna ala siratal mustaqim degan bo'ldi. Bizni to'g'ri yo'l ustida mustahkam qilgin. İhdinas siratal mustaqimni kim tilaydi? Musulmonlar tilaydi ama musulmonlar to'g'ri yo'ldami, xato yo'ldami? Musulmonlar to'g'ri yo'lda ama to'g'ri yo'lda o'zing to'g'ri yo'lda tilamdi desa, ya'ni to'g'ri yo'lda turib to'g'ri yo'lda tilash deganlik nima deganlik? To'g'ri yo'l ustida mustahkam qil. Sabbitna ala dinik degandek. Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik degandek. Ya'ni sabbitna ala siratal mustaqim degan bo'ldi. Sabat degan ma'nosi birinchi ma'nosi. Val bayan hidayatning yeni bir ma'nosi bayon qilish degan gap. Ya'ni ulaika ala hudan min rabbihim. Ana ularning Rabbi bayon qilib bergan yo'l ustida degan bo'ldi. Ularning Rabbi ko'rsatib bergan yo'l. Bu yerdagi bayon degan gap ya'ni dalolat degan ma'noda. Ya'ni Alloh taolo ko'rsatib bergan yo'lda degan gap. Alloh taolo ko'rsatib bergan to'g'ri yo'l ustida degan bo'ldi. Va din, uchinchi ma'nosi din. Innal huda hudalloh. Shubhisizki hidayat degan Allohning hidoyatidir degan, ya'ni din degan Allohning dinidir degan bo'ldi. Val iman, ya'ni bir ma'nosi iman. Iman degan bo'lsa, va yazidullohu allazina ihtadaw hudan. Alloh taolo iman etganlarga iymonni ziyoda qiladi. Va yazidullohu allazina amanu iymana degan bo'ldi ma'nosi bilan. Va tavhid, ya'ni bir ma'nosi tavhid ma'nosi bor. Innattabi'il huda ma'ak. Ya'ni kofirlar dedilarki, agar biz sen bilan birga tavhidga ergashsak, bizni yurtlarimizni haydab chiqib o'tishi mumkin. Bizni narsalarimiz, yurtlarimiz, zaminimizni bizni tortib olishi mumkin degan oyatdami? Innattabi'il huda ma'ak deb kelgan, tavhidga sen bilan birga ergashadigan bo'lsak degan ma'noda. Va sunnatu, ya'ni sunnat degan ma'nosi bor. Fabi hudahu muqtadi. Ya'ni ularning sunnatiga ergashin, ularning tariqiga, yo'liga, sunnatiga, ravishiga ergashin degan bo'ldi. Va inna ala atharihim muhtadun degan, biz ularning sunnati bo'yicha mangamiz, muhtadun degan, ya'ni nasluku degan bo'ldi. Biz ularning yo'li bo'yicha mangamiz degan bo'ldi. Val ilham degan ma'nosi bor. A'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Alloh taolo har bir narsaning yaratilishini berdi, ya'ni har bir narsani yaratdi, thumma hada degan gap, ondan keyin shu narsaniki qandoq yashashini ilhom qildi degan bo'ldi. Hada ma'nosi ay alhamahu al-ma'ash. Alloh taolo hamma narsani yaratib, uni keyin yaratgandan keyin uni qandoq yashaydiganligini ilhom qildi. Masalan, hayvonotlarning bolalari qaraydigan bo'lsanglar, hayvonotlar bolasini tug'di, anisi hayvonotlarning bolasi tug'ilib bilan o'zi mangadi. O'zi mangab qandoq yashashni biladi. Anisini imidi, o'zi mangab biladi, ya'ni Alloh taolo ilhom qilgan shay. Tushunalmi? Ma'nosi. Va tavba, hidoyatning tavba degan ma'nosi bor. Inna hudna ilayk, ay inna tubna ilayk. Biz sana tavba qildik degan ma'noda. As-salat, ikkinchisi as-salat. Salat degan so'z mu'minat vujuh. Ya'ni Qur'on Karimning ko'p ma'noli so'zlarini qatoridan. Masalan, va min zalika salatning ma'nolarini qatoridan as-salat va hiya ta'ti ala vujuh. Ikkinchisi so'zning qatoridan namozdir. U bir qancha ma'ni bilan keladi. Masalan, as-salavatul khams. As-salat deb keladi. 5 vaqt namoz degan bo'ladi. Va yuqimuna as-salah degan gap, ya'ni 5 vaqt namozni o'qiydi degan bo'ladi. 5 farzni o'qiydi. Va salatul asr. Salat deb keladi, undan asr namozi riyoya qilinadi. Tahbisunahuma min ba'di salat. Ya'ni bu ikkisini asr namozidan keyin to'sab qo'yishlar degan ma'noda. Va salatul jumu'a. Juma namozi masalan, idza nudiya lis-salat degan, ya'ni ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati degandiki, juma kunidagi juma namoziga azan o'qilsa degan bo'ldi ma'nosi. Juma namoziga o'shadiki, salat. Va janoza ma'nosi bor. Va la tusalli ala ahadin minhum. Munofiqlar o'lsa, ulardan hech kimga
namazını okuman degeni yani cenaze namazını okuman, meyit namazını okuman degen boldu. Ve dua salatınki dua ma'nosi bor. Ve salli aleyhim. Ular dua kılın. Kaçan salat degen sözün gelini ala harfi kelsa, kaçan salah kelip ahirde ala kelsa ma'nosi dua ma'nosi. Şundan bilen qaida. Kaçan salah kelip ahirde ala harfi cer kelsa bunu ma'nosi bo'ladi dua. Bu qaida bilen unutmaman abadan. Ve din ma'nosi bor. Salatın din ma'nosi bor. Es-salatu te'muruke hem bu Kur'an'ın ayetleri eyvallah. Kur'an'ın ayetlerini izlep tapsana buldum şimdi. Seninki dinin senin mucize bölümde diyen neydi? Vel kıraat diyen ma'nosi bor. Ve la tecehel bi salatike ve la tuhafit biha diyen. Sen kıraatını bek ülgüm okuma, bek mehfim okuma diyen boldu bir şey kıraat. Yani namazında kıraat ne? Namazında ülgü kıraat kılma, bek pasma kılma diyen boldu şey diyen kıraat ma'nosi. Ve rahmetu vel istiğfar. Hem de kaçan bu mesela inna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Kaçan salat Allah Teala tarafından bendeler tarafından olsa Peygamber sallallahu olsa rahmet ma'nosi bulur. Kaçan perişteler tarafından Peygamber sallallahu olsa istiğfar bulur. Kaçan biz tarafından Peygamber sallallahu olsa dua bulur. Yani Allah Teala'nın rahmetini tileş. Şunu anlamı? Mesela inna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi deb kelsa, şüphesiz ki Allah Peygamber aleyhisselam'a rahmet kılıdı. Allah'ın perişteleri Peygamber aleyhisselam'ın günahının mağfiretini tileydi. Rahmetini tilep dua kılıdı. Onu kendin bizce yani ümmetle Peygamber aleyhisselam'a salat salam yollaydı. Durut okuydu. Yani Allah Teala'nın rahmetini tileydi. Ya Allah Peygamber aleyhisselam'a rahmet kılsan da tileydi diyen bu mevzu. Ama bu sözlerden kadarının biri el fitne. Fitne diyen söz. Ve min zalike yani az köp ma'ni sözlerden kadarın el fitne. Veredet ala evcuh. Fitne bir kanca ma'ninden kelgen. Birinci fitne tefkiridu, onun ma'nosi şirk degan ma'noda bo'ladi. Masalan, vel fitnetu ashaddu minal qatl. Shirk o'tirish adam o'tirishdan yomonroq degan ma'noda. Adam o'tirishdan qattiqroq degan ma'noda. Vel idlal, ikkinchisi idlal ozdirish ma'noda. Fitne tefkiridu, ozdirish degan ma'no iroda qilinadi. İbtiga'al fitne degan gap, ibtiga'al idlal, ya'ni boshqalarni ozdirishni talab qilib degan bo'ldi. Vel qatl, o'ldirish ma'nosida keladi. Ay yaftinakumul ladina kafaru. Kafir bo'lganlar sizlarni o'ldirishdi, ya o'ldirish ne degan gapdir bizlar. Vel ma'zira, o'zr degan ma'noda keladi. Thumma lam takun fitnatuhum, andiki ularning o'zrisi bo'lmagan edi degan. Vel qada ma'nosi in hiya illa fitnatuk, bu faqat sening hukming, sening qadoyingdir degan ma'noda hukm. Vel marad, kasal ma'noda keladi. Yuftanuna fi kulli am, har yili bular kasalga mubtalo bo'ladi degan. Vel ibra ma'noda keladi. Rabbana la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin dese. Ya Rabbimiz bizni zalim kavmiga ibret qo'ymasan. Zalim kavmga bizni ibret qo'ymasan. Endi bu shu ko'p ma'noli so'zlarning biri ar-ruh, ruh degan so'z Qur'on Karimdagi. Va min zalika ar-ruh varada ala awjuh. Al-amr, birinchisi ruh deb keladi, amr, Alloh taolaning amri, buyruq degan ma'noda. Va ruhum minhu, Alloh taoladan bo'lgan amr farmon degan ma'noda. Vahiy ma'nosi bor. Yenzulul malaikatu bir ruh. Perişteler vahiy elib tushirur degan ma'noda. Qur'on degan ma'nosi bor. Avhayna ilayka ruhan min amrina. Biz sizga bizning amrimizdan bo'lgan Qur'onning vahiy qildik degan bo'ldi. Jibril degan ma'nosi bor. Fa arsalna ilayha ruhana. Biz unga Maryamga bizniki ruhimizni, ya'ni Jibril alayhisalomni avatib degan bo'ldi. Tenazzalul malaiketu ve ruh degan nima? Perişteler Cibril aleyhisselam tushirdi degan bo'ladi. Ruhul amin deydi. Va ruhul badan, badanniki ruh, badanniki ruh degan ma'nosi bor. Va yasalunaka anir ruh. Ular sizdan ruh haqida so'raydi. Jon degan ma'nosi bor. Endi shu so'zlardan zikr degan so'z bu bir qancha ma'noda kelgan. Birinchi zikrul lisan, til zikri. Fazkurullaha ka zikrikum abaakum. Yani Allah Teala'ni xuddi oti bularni, ajdodlaringlarni tilga olgandek tilga ilinglar degan bo'ladi. Vel hifz, zikr deb keladi. Bunu yatlash degan ma'no iroda qilinadi bizda. Vazkuru ma fihi, uni degan narsalarni, Tavrat degan narsalarni yatlanglar degan bo'ldi. Va ta'at vel jaza degan ikki qatim zikr qiladi, birida itoat, yana birida mukofot iroda qilinadi. Masalan, fazkuruni azkurkum. Siz menga atiuni, siz menga itoat qilinglar, azkurkum degan masalaga mukofot beraman, ujazikum degan bo'ldi. Vel hadis degan ma'nosi bor, so'zlash, ya'ni uzkurni inda rabbik. Yusuf alayhisalom nimada zindondagi bir odam dedi, meni xo'jayinining qishida men haqida men to'g'riliq so'zlab qo'ygan dedi. Ay hadisu bi hali. Meni ahvolimni deb qo'ygan degan ma'noda. Vel Qur'on, Qur'on ma'nosi bor.
Ve men a'rada an zikri. Kimki mening Qur'onimni yuz o'raydigan degan ma'noda. Sharaf ma'nosi bor. Ve innehu la zikrun lak. U sana sharafdir. Qur'oni Karim sana sharafdir degan bo'ldi. Ayib ma'nosi bor. Hadallazi yadhkuru alihatakum. Zikr deb kirdi. Ayiblash degan ma'noga qiladi. Masalan, sizlarning ilohlarni ayblayotgan mushuma deyadi. Yadhkurun ma'nosi ya'ibu degan ma'noda. Ve levhul mahfuz. Levhul mahfuz degan ma'nosi bor. Min ba'di zikr. Min ba'di zikr degan gap levhul mahfuzdan keyin bu. Ve sana degan ma'nosi bor, sana aytish. Ve zekerallohu kesira. Allah ko'plab sana aytadigan ma'noda. Ve salah. Namoz degan ma'nosi bor zikrning. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar ve la zikrullahi ekber. Yani Allah Teala'nın zikri ekber degan gap. Yani namaz ve la zikrullahi. Namazda turib Allah Teala'ni eslash. Namaz turib Allah'ni eslash ekber degan gap. Günah insanın günah məsiyyətinin bəkək tutudu ve o faqat günah məsiyyətdən tutmaydı, belki Allah'a yakınlaştırdı. O Allah Teala'daki zikir kılıp namaz okuş degen, onun savabı yamalı tutsaştı mı belki çoğunrak diyen oldu. Şunu olan bir genki dersimiz şekilde arkadaşlar ve ahir davana elhamdülillahi Rabbil alemin.